davlatni topgaysan, ota onang topilmaydir. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydir. Bola davlatni topgaysan, ota onang topilmaydir. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydir. Sening mehring olar ko'nglan to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birorta bu koshonang topilmaydir. Sening mehring olar ko'nglan to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birorta bu koshonang topilmaydir. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydir. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydir. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydir. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydir. Agar qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zi, ular ketganda bu yayliq zarastonang topilmaydir. Agar qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zi, ular ketganda bu yayliq zarastonang topilmaydir. Unutma avvalo ota onang holini so'rmoqni, judo bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydir. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydir. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydir. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydir. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydir. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydir. Azizlar, bu dunyoni o'tkinchi, bu dunyo bevafo deyishadi, lekin shu o'tkinchi, bevafo dunyoda ham bu yolg'onchi dunyoga sizu biz bor yo'g'i 5 kunlik mehmonmiz.
Ana shu yolg'onchi dunyoda insonning ikki donagina chin do'sti bo'lar ekan. Bittasi Alloh bo'lsa, ikkinchisi sizu bizni yorug' dunyoga keltirgan zotlar, onaizorlarimiz. Alloh sizu bizni ruhimizga parvona bo'ladi. Onalarimiz-chi? Onalarimiz hali tug'ilmasimizdan otasi borlar, har doim hamma vaqt havas qilamiz. Chunki mana otam yoshligimda yo'qotganman. Bu juda ham og'ir narsa-da. Har doim qaysidir bitta muammo bo'lgan paytida ko'zimda oldida turaveradi. Kelib qolaveradi shunaqa. Otam bo'lganda degan gapni juda ko'p aytganman yoshligimda. Mana siz ham nima deydi, dardoshimiz. Bir qush bo'lar ekanda. Uchib yurib uzoqlarga borar ekan. Bolalariga rizq olib kelar ekan. Bir paytlar keladi, xoriydi, charchaydi, qariydi. O'sha uchib borib rizq olib kelishga yaramay qolar ekan. Quvvat yetmay qolar ekan. O'tirgan joyida o'zini etidan yulib bolasiga berar ekan. Bolasini boqar ekan. Qush halok bo'ladi. Bolalar uni bo'sadi. Aslida o'sha qush siz otingiz. O'sha qush men otam. O'sha qush siz otingiz. Ularni shunaqa saqlash kerak, asrash kerak. Inson uchun qulay joy juda ham ko'p. Lekin eng qulay, eng xavfsiz, eng mazza, eng issiq joy otani bag'ri. Otangizni mahkam quchoqlaganingizda o'zingizni baxtiyor his qilasiz. Ana shu baxtlaringni ehtiyot qilinglar, otasi borlar. Ko'ziga yosh to'lgan onani ko'rsam, dadajon deb yig'lagan bolani ko'rsam, qadrdon darvoza xonani ko'rsam, dadajonim sizni eslayman. O'tirib yodlaymiz, ko'zimizda yosh, jimgina dodlaymiz, ko'zimizda yosh. Allohdan tilayman o'zimga bardosh. Dadajonim sizni eslayman. Oldimga qo'ysalar bursildoq oq non, qabartirsa agar qo'limni ketmon, bolam deb fido qilgan jon. Dadajonim sizni eslayman. Tinchlik bermas o'ksik dilimga dardlar, essiz gapirmaydi eski suratlar. Yurakda yig'ilib